Mana qadrdonlarim, biz shunaqa fason ko'ylakni bichamiz. Mana hozir hammasini raskladga qilib oldim. Mana materialga raskladga qilib oldim, chiroyli qilib. Mana endi bularni hammasini chekalaridan, mana rasechkalarini joy-joyiga qo'yib, hammasini qirqib olamiz. Keyin tikishni boshlaymiz. Mana qadrdonlarim, ko'ylakni tikishni boshladik. Mana etagidan oldi tomonini ulaymiz birinchi. Har bitta rasechkani o'ziga qo'yib chiqib, tikib boramiz. Mana shu usulda mana bo'lagini ulab olamiz. Oldi orqasini tikib bo'lgandan keyin mana oldini ulab oldik. Mana choki mampga kelib to'xtadi. Mana mashga kelib to'xtadi. Mana oldini ulab bo'ldik. Mana ikkita chokini hali overlock qilmadik. Mana endi mana bu tepasiga mana отделка qo'yamiz. Mana bular hammasi bir-birini ichiga kirib, ulanib olish kerak. Mana fasonimiz shunaqa. Mana buning uchun mana shu rasechkalarni hammasini joy-joyiga qo'yib, burchaklarini joyiga qo'yib, olib kelamiz. Mana qadrdonlarim, mana bitta chokini ulab oldik. Mana bu tomonidan uladik, mana ko'k tomondan ulab, mana mashtgacha olib keldik, burchagigacha, mana tilla burchagigacha olib keldik. Ana endi buni ipini uzib, ana shu xuddi shu burchakdan boshlab, ninani mana shu burchagigacha ham qo'yib, mana rasechkalarni olib kelib yana burchak qilamiz. Mana qadrdonlarim, mana отделка ko'ylagimizni отделкасini ulab bo'ldik. Mana burchaklarini chiqazib, mana choklarini ko'rsataman. Mana choklari. Har bitta rasechka joyiga tushib, mana joyiga tushgan rasechkalarimizni mana rasechkalar hammasi joyiga tushishi kerak. Mana bu yerda burchaklarimizni burchagida hosil bo'lishi kerak hammasi. Mana shunga e'tibor berib, bir-biri bilan ulanib oladi. Ana undan keyin overlock qilib dazmol qilishimiz kerak. Mana hozir dazmol qilinmagan holatda. Mana endi bu yog'ini tayyorlaymiz. Tayyor bo'lgandan keyin ko'rsataman bu yog'ini. Mana qadrdonlarim, ko'ylagimiz bitdi. Mana bir chiroyli bo'ldi отделкаlarimiz. Mana kiyganda chiroyli turibdi. Mana orqasiga tilla qo'ydik. Mana chiroyli qilib, mana flizелin yopishtirdik. Mana podushka tikdik. Rukavalarini обработка qildik hamma yog'ini. Mana yengimiz mana bir chiroyli chiqdi. Mana yenglarimiz. Mana отделка joyimiz mana bir chiroyli turibdi. Kiyib ko'rish sizga ko'rsatishga imkoniyatim bo'lmayapti. Kiyganda juda chiroyli turibdi. Keyingi safarlarda kiyib ko'rsatishga harakat qilaman. Mana juda chiroyli chiqdi.